Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Ahmaddan keltirilgan hadis: "Kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi, tudbahu anhu yawma sabi'ihi va yumatu anhu al-ada va yusamma." Har bir bola tug'ilganida 7-kuni jonliq so'yib aqiqa qilinishiga, sochi oldirilishiga va ism qo'yilishiga garovdir. Ya'ni mana shu narsalarni otasi qilishligi kerak. Sochini olishligi, aqiqa qilishligi va ism qo'yishligi. Alhamdulillah, hozir endi yoshlarimiz hali farzandi tug'ilmay turib domlalarning oldiga kelib, domla, shu farzand ko'rish arafasidamiz. Shu o'g'il bola, qiz bolaga bir chiroyli, bir islomiy, Alloh rozi bo'ladigan bir ismlardan bo'lsa deb maslahatga keladi. Bu farzandni siz ustiga haqlaridir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Anas ibn Malik roziyallohu anhu rivoyat qiladi Ibn Hibbondan. Al-g'ulamu yu'aqu fil yawmi as-sabi' va yusamma va yumatu anhu al-adha fa idha balagha 6 sinin uddib. Katta hadis. Bolaga 7-kunida aqiqa qilinadi, ism qo'yiladi va undan aziyatlar ketkaziladi. Endi bu yoqqa qarab turing. Agar 6 ga yetsa, unga odob beriladi. 6 yoshgacha odob beriladi. Agar 9 ga yetsa, yotoqdagi joyi ajratilinadi. O'g'il bola bilan qiz bolaning joyi 9 yoshda ajratilinadi. Agar 13 ga yetsa, namoz uchun, ro'za uchun uriladi. 9 ga kirganda, 10 ga kirganda namoz o'qishlik buyuriladi. O'qib-o'qimay, odatlarni boshqa qilguncha mayli, avf qilib turiladi. Ammo 13 ga yetgandan keyin namoz o'qilmasa yoki ro'za tutilmasa, biror balog'at yetgan holatda uriladi.